Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlar bilan Photoshopda noldan rasmlar tayyorlashni o'rganamiz. Photoshopni ochganimizdan so'ng bizga fayl bo'limi bosish kerak bo'ladi. Fayl tugmasini bosganimizdan so'ng shunda biz sozdать tugmasini bosishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz, eslatib o'tishim kerakki, har doim biz rasm tayyorlayotganimizda unga nom berishni esdan chiqarmasligimiz kerak. Ilojini boricha rasmlaringga nomni ingliz tilida berishlaring maslahat beraman. Chunki kompyuterda saqlanib qilib telefonda ochib onlaynda tushunmovchilik ro'y berishi mumkin. O'shaning uchun ingliz tilida rasmlaringni saqlanib qilinglar. Xo'p, ko'rib turganingizdek pastda vысота yozuvli bo'lim turibdi. Unga biz rasm tayyorlayotganimizda ma'lum bir o'lchovni berish uchun ishlatamiz. Masalan, internet uchun ishlaganda biz piksellardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Rasmlar o'lchovini tayyorlayotganimizda har doim biz YouTube, Instagram yoki boshqa platformalarni talab qilayotgan o'lchovini bilib, shundan so'ng rasmni razmerini tayyorlashimizga to'g'ri keladi. Rasmimizni bo'yi enini to'g'rilab bo'lganimizdan so'ng ularni pastida разрешение degan bo'lim turibdi. Unda har doim biz internet uchun ishlatish kerak bo'lsa, biz 72 piksel deb yozishimiz kerak. Разрешение 72 piksel bu universal raqam bo'lib, har qanday rasmlarga mos kelaveradi. Agar siz rasmlarni pechat qilish uchun tayyorlayotgan bo'lsangiz, 300 piksel deb yozishingiz kerak. So'ng цветовой rejim bo'ladi. Uni standart bo'yicha RGB ga qo'yishimiz kerak. Agar siz rasmingizni pechat qilmoqchi bo'lsangiz, CMYK. Agar siz professional rasmga oluvchi bo'lsangiz, цветовой rejimga lab bo'limini qo'yishingiz kerak. Biz bugun цвета RGB dan foydalanamiz. Undan so'ng ko'rib turibsiz, цветовой rejimdan keyin 3 xil yozuvdagi 8 bit, 16 bit, 32 bit xil rejimni ko'ryapmiz. 32 bitli rejimdan foydalanishni maslahat bermayman. Agar siz professional rassom bo'lsangiz 16 bitni tanlashingiz kerak. Agar siz oddiy rasmlar tayyorlayotgan bo'lsangiz 8 bitdan foydalanasiz. Содержимое fonada albatta 99% da biz цвет белый deb qo'yishimiz kerak bo'ladi. Photoshop'imizda keyingi bo'limi дополнительно bo'ladi. U yerda цветовой profil, popikselная proporsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Rasmni internetga va pechatga tayyorlaydigan bo'lsak, har doim biz Adobe RGB ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Popikselная proportsiyada avtomatik tarzda kvadratные pikseli ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu hop yozgan proporsiyalarimizni saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, biz сохранitni bosamiz. Keyin OK ni bosib, yangi rasmni ishlashga o'tamiz. Kanalim a'zolari yangi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Videomizni tomosha qilganingiz uchun rahmat.